2012-yildan buyon rus ishlab chiqaruvchisi AvtoVAZ tomonidan ishlab chiqarilgan ixcham avtomobildir. Bu mashina Renault tomonidan ishlab chiqilgan birinchi avlod Dacia Logan MCV ning qayta tiklangan versiyasi bo'lib, Renault va Nissan bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. Largusning to'liq siklli ishlab chiqarish blokida tayyorlanmoqda. U konditsioner, blokirovkali tormoz tizimi, ikkita old xavfsizlik yostig'i, 5 yoki 7 o'rindiqqa ega CD-ni, Bluetooth va MP3 player bilan jihozlangan. U ikkita versiyada mavjud. Yo'lovchilar uchun MPV va yuqori sig'imli panelli furgon sifatida. Ikkala versiyada ikkita benzinli dvigatel variantlaridan biri mavjud. Biri 6 litrli 8 klapan 84 ot kuchi yoki biri 6 litrli 16 klapan 103 ot kuchi ishlab chiqarishga qodir. Ular 5 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi bilan o'rnatilgan. 2012-yil 4-aprelda AvtoVAZ Vladimir Putin ishtirokidagi marosimdan keyin Lada Largusni ishlab chiqarishni boshladi. Tolyatti shahriga tashrifi chog'ida Putin zavodni ko'zdan kechirdi va birinchi Lada Largus avtomobiliga imzo chekdi. Sotish 2012-yil 16-iyulda boshlangan. Panel furgon versiyasi 2012-yil avgustida va Cross versiyasi 2015-yilda sotuvga chiqdi. 2021-yilda yangilangan Largus Universal va Cross deb nomlangan ikkita yo'lovchi versiyasida taqdim etildi. Furgon versiyasi esa furgon deb o'zgartirildi. Lada Largus ishlab chiqaruvchi Lada zavodi, shuningdek Dacia Logan MCV deb ataladi. Ishlab chiqarish 2012-yildan buyon hozirgi kungacha Assembleya Rossiya Tolyatti AvtoVAZ kuzov uslubidagi 5 eshikli universal, 5 eshikli panelli furgon, dvigatel 1.6 litr Aytor benzinli, transmissiya 5 pog'onali mexanik, o'lchamlari g'ildirak bazasi 2905 mm, uzunligi 4470 mm, kengligi 1750 mm, balandligi 1636 mm, bo'sh og'irligi 1260 kg.